Ikkinchi iqtibosimiz albatta bizni sevimli muallifimiz Mark Avreliydan harakatni to'sig'i harakatni tezlashtiradi. Yo'lingda to'siq bo'lgan narsa yo'l bo'ladi. Xo'p. Ya'ni siz deylik tog' uchiga qarab chiqib ketayotgan bo'lsangiz, tog' uchiga chiqib ketayotgan paytingizda sizni oldingizdan daraxt chiqib qolsa, bilmayman, shu tropinka kichkina joydan daraxt yoki to'nka turibdi. Va ana shu to'nkani olib tashlash sizni ishingiz emas. Sizni ishingiz toqqa chiqish edi. Lekin mana shu to'nka yo'lingizda turgani uchun uni olib tashlash endi sizni ishingiz bo'lib qoldi. Sizni yo'lingiz bo'lib qoldi. Yoki tog'ga ketyapsiz, jarlik bor pastda. Ayni pastga qarab tushib chiqib ketishingiz kerak. Jarlikka tushish niyat qilmagansiz, lekin endi chiqdi yo'lingizdan, to'siq bo'lib turibdi shu toqqa chiqishingizga. Ana shu yerga tushish shu yo'lingiz bo'lib qoladi. Mana shu holatda buni endi yo'l masalasida tushuntirganmiz, lekin har qanaqangi harakatda maqsadingiz bor, harakat qilmoqchisiz, to'siq chiqdi degani endi to'siq maqsad bo'ldi degani. Uylanmoqchisiz, uylanishni maqsad qilgansiz, pulingiz yo'q. Uylanmayman emas, yo'q. Yo'q, pulingiz yo'q. Pul topish endi sizning maqsadingiz. Sizni hali ham maqsadingiz uylanish yoki erga tegish, turmush qurish yoki ishga kirish farqi yo'q. Lekin uni yo'lidagi to'siqlaringiz bor-da, mana qilishingizga xalaqit beradigan narsalar bor. Mana shu xalaqit beradigan narsalar endi sizning yo'lingiz bo'lib qoladi. Mana shu iqtibosni shunaqa sharh qiladigan bo'lsak, yoki mana boshqacha sharh qilishimiz mumkin. Misollar bor. Mana bitta yigit keldi oldimga. Yosh yigit o'zi ham yaxshi pul topadi, blogi bor. Aka, meni maqsadim yo'q hayotda. Ham bilmayman. Nima yashayotganimni bilmayman dedi. Shet dedim, zo'r-ku dedim. Shet nimaga aytsam, qarang, sizning maqsadingiz bor. Siz bilasizmi nima maqsadingiz? Aytsam, sizning maqsadingiz maqsad topish dedim. Ya'ni xuddi shu iqtibosni ta'rifi. Hayotda maqsadingiz yo'qmi? Yo'q, bor. Hayotdagi yashashdan maqsadingizni topish sizga maqsad. 5 yil ketsin, 10 yil ketsin, lekin topganingizdan keyin maza qilasiz. Endi men sizga uzun zanjir qilib qurib beraman hozir sizga, qarang. Chiroyli qilib tushuntirib beraman. Qarang, boyagi uylanishdan davom etamiz. Qarang, uylanmoqchisiz, yosh yigitsiz, bitta qiz yaxshi ko'rib qoldingiz. Sizning maqsadingiz shu qizga uylanish yoki endi qiz bola ko'rayotgan bo'lsa, endi ko'proq tushmaydi endi asosan o'g'il bolalarga tushuntiramiz. Xo'p, endi pul topishingiz kerak. Bu sizning maqsad bo'lib qoldi. Endi pul topishingiz uchun kasb bo'lishingiz kerak. Yaxshi pul topish uchun yaxshi kasbingiz bo'lishi kerak. Yaxshi hunaringiz bo'lishi kerak. Endi siz kasbli bo'lish, mutaxassis bo'lishingiz maqsadingiz bo'lib qoldi. Ana. Endi kasb o'rganishingiz kerak, lekin kasb o'rgatadigan yaxshi joylarga yaxshi pul to'lab o'qishingiz kerak, shogird tushishingiz kerak, kurs olishingiz kerak. Endi sizga tez pul topish maqsad bo'lib qoldi. Tez pul qayerda bo'ladi? Kasbsiz, kuryerga o'xshagan, ofitsiantga o'xshagan, ya'ni tez ish bilan ta'minlaydigan kuryerlar mana kundan kun, har hafta pul topsa bo'ladi. Qarang, endi sizda kuryer bo'lib ishlash maqsad bo'lib qoldi. Maqsad yo'lidagi ishlar ham maqsad. Shuning uchun ham mana o'z uylanmoqchisiz. Endi qarang, sizga kimdir aytib, nimaga masjidga kuryer bo'lib ishga kiryapsan? Sen, men uylanmoqchiman, uylanmayman deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki maqsad yo'lida ishlar ham maqsad bo'ladi. Va shu o'rinda aytib ketmoqchiman, 20, 25, 24 yoshgacha bo'lgan universitet bitirgunchada endi bo'lgan yigitlar, yoshlar uchun eng zo'r top 3 ta, borana top 5 ta ishlarning orasida top 1-2 da ham bor bu narsa ishli deb, men kuryerlik deb bilaman. Ya'ni tashuvchilik hozir ommalashib ketdi, hamma joyda bor. Bir pasda ishga joylashishingiz mumkin. Bolalar agar maktab o'quvchisi bo'lsangiz yoki universitetda bo'lsangiz 2 oy, 3 oy bo'lsa ham kuryer bo'lib ishlab ko'ringlar. Hachabi shanba, hachabi dam olish kunlari, hachabi yarim stavkaga bo'lsa ham bu zo'r ish. Juda ham zo'r ish. Nimaga? Tushuntirib beraman. Bir nechta sabablari bor. Birinchidan, kuryerlikda siz yashayotgan shahringizni o'rganasiz. Juda ham zo'r o'rganasiz. Har xil joylarga borasiz, har xil rayonlarni bilasiz. Haligacha rayon, men ham o'zim ham Uchxo'z deydi, shtab deydi, mana shu joylarni bilmayman haligacha. Qarindoshingiz, o'rtog'ingiz turmasa bilmaysiz. Shaharni zo'r o'rganib olasiz. Bir. Ikkinchidan, har kunlik pulingiz bo'ladi. Ya'ni bu sizga ko'p tushgan pulni olingni bittada ishlatib olmaslikni beradi. Uchinchidan, siz har xil odamni ko'rasiz. Eng muhim joyi shu. Ya'ni ofislarga borasiz, ishxonalarni ko'rasiz, odamlar qanaqa ishlayapti, nima qilyapti, nimalarni gaplashyapti, nimalar yeyapti, uylarga, mahallalarga borasiz. Kimlar zakaz qilyapti, odamlar kimda uyda o'tiradi, kimda har safar uydan zakaz beradi, kimdir bolasini tashlab ketadi, kimdir o'zi o'tiradi, kimdir uyda qanaqa kiyimda yuradi. Boy mahallalarga borasiz, oddiy mahallalarga borasiz, ishchilar mahallasiga borasiz, studentlar zakaz qiladi, o'rtoqlar zakaz qiladi. Ya'ni zakazlarning soni har xil bo'ladi. Kimdir bir dona lavash zakaz qiladi, suv ham etmaydi, hattoki pulini tejabman. Ham shunaqa qilib turaman, pulim yo'q paytida. Kimdir bitta odamni o'ziga 100 minglik, 300 minglik, 500 minglik narsalar zakaz qiladi. Ya'ni siz hayotni hamma ranglarini ko'rasiz. Qaysi ishda borganda shunaqa. Ya'ni 18-20 yoshli bola qilishi boshqa yo'li yo'q. Odamlarning ishida, uyida, o'qishida,
ofisida, ko'chada, mana ko'chadagilar ham zakaz qiladi, quruvchilar, boshqalar. Va buning uchun pul to'lashadi sizga. Ya'ni siz hayotni o'rganyapsiz, ko'p emas, balki 3 oy, balki 1 oy, balki 6 oy yetar. Nomani ancha narsa ko'rib yordim deguncha. Top 2 dan ofitsiantlar ham bor. Shunga o'xshash u ham. Mana shu orada aytib ketdik, kuryerlik mavzusi ochilganiga. Shu ishni men zo'r deb bilaman. Agar yosh bo'lib qolsam, agar men yana yoki hech kim tanimagan bo'lganda kuryer bo'lgan bo'lardim, balki bo'larman. Picha tashib borib qolsam hayron bo'lmaylar. Xo'p, bitta o'quvchi so'radi bugun mendan, Aziz aka, maktab mavzusida gaplashib qoldik. Maktab ochgansiz meni, maktabdan topish maqsad pul bo'lsa kerak deb hazillashib gapirdi-da. Keyin mendan bir qanaqadir ma'noli gap kutdi. Pul emas bolalarni o'qitish degan ma'noli gap kutdi. Keyin maktabga pul topish dedim. Va qarab qoldi. Men aytdim, men qarab ukam dedim, bu maktab dedim, bu xususiy maktab dedim. Bu yerda odam ishlaydi, bu yerda pul tikilgan, bu xususiy maktab. Bu biznes maqsadi pul topish. Pul topish uchun qilingan bu maktab. Lekin narsani tushungan. Biz pul topish o'sha boyagi zanjirimizda oxirgi maqsad emas. Biz qilmoqchi bo'lgan ishlar bor, biz o'ylayotgan g'oyalar bor, biz bormoqchi bo'lgan yo'llar bor. O'shalarga tabiiy pul kerak. Xuddi siz poyezd yurg'izayotgan bo'lsangiz, ko'mir kerak bo'lgandek, uyingizni isitmoqchi bo'lganingizda gaz yoki o'tin kerak bo'lgandek, bizga ham shu kerak. Va shu sababli ham pul topish bizga hozir maqsad. Mana shu yo'lga yetib olish uchun. Ya'ni siz uyingizga o'tin olib ketayotgan paytingizda, ko'mir tashiyotgan paytingizda, shashlikga ko'mir sizning maqsadingiz emas, o'tin sizning maqsadingiz emas. Sizning maqsadingiz shu shashlikni pishirish. Lekin ko'rgan odam, ko'mir tashib yuribdi, ko'mirga o'chma, ko'mir nima qilasan deydi. Xuddi shunaqa. Pul bizda ham pul bu o'tin xolos. Pul o'tin, ko'mir xolos, pul gaz xolos. Yoqib yoramiz uni. Ya'ni o'zimiz maqsadlarimiz bor. Ana shuning uchun deb tushuntirib berdim keyin unga. Xuddi shunaqa, ya'ni hozirgi etapda bu maqsadimiz, buni bekitish kerak emas. Lekin bu zanjirni o'rtasidagi maqsad. Shuning uchun ham oxirgi maqsadlarni qo'yib olib turib, o'shadan kelish kerak. Mana shu yo'lga qarab ketyapman, mana shu narsaga erishmoqchiman, o'rtada nima to'siqlarim bor? Mana shu endi maqsadga aylanadi. To'siqlar maqsadga aylanadi. Bu iqtibosni ko'rib, balki bundan ilhomlanganmi yo'qmi, lekin aynan shu iqtibosning sharhi sifatida yozilgan kitob bor butun boshli. Biz hozir buni 5 daqiqada sharhlab qo'ydik. Ryan Holiday kitob yozgan. The obstacle is the way degan. Ya'ni to'siq bu yo'l deb va biz endi hozir 2 ta, 3 ta, 4 ta misol berdik. U butun boshli kitobda faqat misollar bergan. Ya'ni har xil vaziyatlarda. Men hozir faqat o'g'il bolalarga tushadigan misollar berdim. Hammaga tushadigan misol bera olmadim. Kitobni o'qisanglar ko'proq misol ko'rasiz.